Assalomu alaykum o'rtoqlar, yangi videomizga ham keldik. Bugungi mavzuyimiz nima? Bugungi mavzuda biz kolorist uchun eng muhim terminlar nima? Shular haqida gaplashamiz. Boshladik. Menimcha kolorist uchun eng muhim texnika emas, vizualni chiroyli ko'ra olish. Birinchi termindan boshlaymiz. Birinchi terminimiz ko'rish madaniyati. Ya'ni kolorist bu kadrlarni ko'ra olib, unga to'g'ri hissiyot bera olishi kerak. Shuning uchun kolorist birinchi o'rinda filmlarni diqqat bilan tomosha qilish kerak. Ya'ni qanaqa emotsiyalar ishlatilyapti, qanaqa kiyimlar kiyilgan, qanaqa holatda videolar yozilyapti, emotsiyalar qanaqa berilgan, shularni diqqat bilan ko'rib borishingiz kerak. Har bitta kadrni nima uchun olingani, nima sababdan unaqa qo'yilgani, ularni muhokama qilish kerak. Qancha ko'p bo'lsa, shuncha yaxshi. Ya'ni vizual qanaqa joylashtirilgan. Bunga misol qilib ko'p misollar keltirsak bo'ladi. Ya'ni Texas filmlarini ko'radigan bo'lsanglar, sarg'ashroq, o'sha yerning atmosferasini beradi. London filmlarida ko'pincha to'qroq ranglardan foydalaniladi. Ya'ni meni ham o'zim yaxshi ko'radigan uslubim Londonning ranglari, ya'ni Angliya filmlari meni o'zimga ham yoqadi. Ulardagi color kontrasti, havodagi namlik va ob-havoni qanaqa qilib ko'rsatib berish juda ham mukammal tarzda shakllangan. Ikkinchi terminimiz bo'lsa, color sense tushunish. Colorist degani bu faqat saturationni ozgina ko'tarib qo'yib, ranglarni berish degani emas. Koloristikada tushunishingiz kerak bo'lgan terminlar mavjud, ularni o'rganib chiqishingiz kerak. Masalan, gamma, gamut, white point, log, linear kabi ilmiy tushunchalarni bilishingiz kerak. Undan tashqari, kamera profiliga qarab turib ranglarni ajrata olishingiz kerak. Ya'ni gradiyentlarni bemalol his qila olishingiz kerak. Undan keyingisi Raket 109, HDR, Axis, RAW, log formatlari bilan erkin ishlash. Ya'ni bularni ham tushunish juda ham muhim. Keyingisi koloristika hissiyot bera olishi kerak. Bular nima degani? Yaxshi color grading degani bu faqat chiroyli kadrlar emas, kadrlardagi hissiyotlarni ko'rsatib bera olish color grading hisoblanadi. Dahshatli kartinalarda sovuqroq ranglar bilan ishlash, xursandchilik paytlarida ranglarni ochroq, saturationga boyroq, yarkiroq ranglar bilan ishlatish. Agarda siz ishlatayotgan qahramoningiz, ya'ni videoda chiqayotgan asosiy qahramon yolg'iz qolganida unga kontrasti pastroq, saturationi pastroq, ya'ni noirga tortib ketadiganroq colorlar bilan ishlash kerak. Bu kadrdagi tushunchalar. Ya'ni nima? Kadrda atmosferasiga inson hissiyotlarini olib kirib ketish, ya'ni o'zini shu yerda bo'lgandek chuqurroq his qilishi uchun bunaqa effektlar, ya'ni gradinglar qo'llaniladi. Undan keyingisi esa texnik bilimlar. Color grading bo'yicha har bitta platformada, ya'ni appda, aytaylik Premiere'da ham, After'da ham, Final Cut Pro'da ham, CapCut'da ham, DaVinci'da ham color bo'limlari bor. Faqat ularni o'zini qaysidir kuchli tomonlari bor. Ya'ni Premiere Pro tezroq ishlashga, yaxshi edit qilishga ishlasa, After Effects animatsion videolarni tezroq qilishga ishlaydi. Har bitta appning o'zining kuchli tomoni bo'lgandek, DaVinci'da ham eng kuchli tomondan biri bu color grading. Chunki unda juda ham ko'plab pozitsiyalar bor, diapazonlar bor, ularni bemalol ishlatsangiz bo'ladi. Masalan, bulutlar bilan ishlash, notlarni to'g'ri strategiya bilan qo'yish. Ya'ni notlar bu Premiere'da ishlatadiganlar bilsa, adjustmentga o'xshagan instrument, unda faqat sal boshqacharoq ishlatiladi. Texnik bilimlardan yana keyingisi noiselar, ya'ni ISO baland bo'lib ketgandagi noiselarni kamaytirish, yo'qotish va teskarisi noiselar bilan ishlash. Ya'ni noiselar nima uchun kerakligini ham darslarimizda batafsil tushuntirib ketaman. Ranglarni noiselar bilan agar Gollywood filmlarini ko'radigan bo'lsanglar, ularning barcha filmlarida noiselar ishlatiladi. Ya'ni pro koloristlar doim noise bilan ishlaydi. Xo'p, yana kompyuter resurslaridan optimal tarzda foydalanish. Agar texnikangiz to'g'ri foydalanishni bilmasangiz, uni вообще foydasi yo'q. Kompyuteringizga juda ham og'ir yuk tashlamasligingiz kerak, yengilroq, iloji boricha qulayroq ishlatishni o'rganishingiz kerak. Biz darslarimizda buni chuqurroq tushuntirib ketamiz. Ya'ni kompyuterlar texnik qanaqa xizmat ko'rsatadi, nimalar bilan ishlaydi, monitorlarni qanaqa tanlash kerak, xonada o'tirganingizda qanaqa chiroqlar bilan ishlash kerakligini buni ham Xudo xohlasa darsimizda chiroyli qilib tushuntirib o'tib ketamiz. Keyingisi sabr va detalga bo'lgan e'tibor. Detallarga e'tibor deganda nimalar nazarda tutyapman? Ya'ni har bitta pitnolar deymiz, orqadagi tushadigan chiroqlar yoki turli xil effektlardan minimal tarzda foydalanish, bo'rttirib o'rmaslik va minimalizmni juda ham qattiq saqlab qolish. Bu
sizni coloringizni yana ham premium darajaga chiqadi. Shu narsaga ham juda qattiq e'tiborli bo'lishimiz kerak. Yaxshi kolorist qorong'u joydan ham gradientni minimal chiroyli gradient topib, u yerdan chiroyli kartina chiqarib bera oladi. Va yaxshi kolorist teri ranglari bilan juda mukammal ishlaydi. Ya'ni ozgincha sarg'ayish yoki pushtarib ketish kabi ko'p holatlar bo'ladi. Yashil rangga tortib ketib qoladi. Shularni juda minimal tarzdagi tonni ham aniqlab olish kerak. Buning uchun nima qilish kerak? Ko'proq film ko'rish kerak va e'tiborli bo'lish kerak. Bizning terminlarimiz shulardan iborat. Bu terminlarni Xudo xolasa sizlarga sekin-sekin o'rgatib boramiz. Hozirda siz filmlarga juda ham e'tiborli bo'lib, qanaqa ranglardan foydalanyapti, o'zi nimalar ishlatgan, nima uchun film bunaqa olingan, shu kabi detallarga e'tiborli bo'ling. Hammaga rahmat. Bugungi darsimiz tugadi. Keyingi darsda ko'rishguncha